yana bir marta emas. Bu boshqa ko'rsatuv bu. Boshqa soni bu. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun podkastimizning yana bitta soni jiddiy, qiziqarli va aktual mavzu. Voy, uzr. Davom etamiz. Bugun juda ham jiddiy mavzuni ko'taramiz. Men bu mavzuda 10 kundan beri cho'milib yuribman. Chunki bizda yangi proyekt qo'yilyapti. Hozir hamma o'ylayapti, qanaqa mavzu, nima mavzu? Jiddiy mavzu. Jiddiylashamiz, iltimos. Mehmonimiz bor. Assalomu alaykum, Mahfuzaxon. Mahfuzaxon Shomurodova bizning juda ham jiddiy bo'lgan mehmonimizdan biri. Ana, psixolog. Aylanib ketay sizdan. Xush kelibsiz bizni podkastimizga. Podkastimiz Keling tanishamiz deb nomlanadi. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Bilamiz, siz Buxorodan keldingiz. Bizda zim tanish bilishmas. Prosta Chich. Opa Buxorodan. Bo'ldi, tamom. Xursandman. Sizga rahmat demoqchiman. O'zingiz inisiativa bildirib, o'zlarini xohishlari bilan urushib, tirmashib, chirmashib, men chiqaman, men mehmon bo'laman dedilar. Mana keldilar bizni podkastga, kutmagandim to'g'risi. Shu joyda aytib o'tmoqchiman, aziz tomoshabinlar, muxlislar. Qanaqadir sizni mavzu qiziqtiradimi? Qaysidir mavzu haqida gaplashmoqchimisiz, gapirmoqchimisiz, chiqib gapirmoqchimisiz, bemalol bizga Keling tanishamiz podkast Instagram akkauntimizni direktga yozib yuborsangiz, biz albatta javob beramiz. Siz bilan shaxsan ko'rishib gaplashamiz va aynan o'sha mavzuni podkastimizga olib chiqamiz. Bemalol yozishingiz mumkin bo'ladi. Bizni podkastimizda shu обязательно tam albatta qanaqadir mediyniy odam bo'lishi shart emas, chunki bizda har xil temalar ko'tariladi. Va bugungi bizni mavzumiz bu afsuski suitsid va shu joyda aytib o'tish kerakki, necha yoshdan necha yoshgacha. Chunki siz bilan gaplashganimizda balog'atga yetmagan yoshdagi bolalarning suitsidi haqida biz gaplashgandik. Umuman shu mavzuni bugungi kundagi statistikasini yoritib borishga harakat qilamiz va bunda bizga Mahfuza yordam beradilar. Qisqacha o'zingiz haqida gapirib, ma'lumotlar berib o'tsangiz. Rahmat kattakon. Xursandman sizlar bilan ko'rishib, gaplashib o'tirganimda. Mahfuzaman, Buxorodan. Rahmat, tanishtirdingiz. Ikkita bolam, bitta erim. Shunaqa drushli yashaymiz. Qoyil lekin. Bitta erim. Ikkinchisiga ham balkim ruxsat berishar demadingiz. Shu joyda rahmat sizga kattakon. MGUni bitirganman, keyin maktab, bog'cha shu sohada ishlab yurganman. Keyin уже zerikkandan keyin уже kollejga o'tganman ishga, u yoqdan ham zerikkandan keyin zerikkaningizdan kollejga o'tavering. Yo'nalish psixologiya yo'nalishi. Psixologiya hamma joyda. Keyin universitetda ham ishladim psixolog sifatida. U yoqdan keyin уже boshqa xalqaro tashkilotga o'tib ketdim. O'sha yerda ishlab yuribman. Psixolog. Zetta 14-16 yoshligimda shu narsa kelganki, demak, uyda qandaydir qiyinchilik bo'ladimi, muammo bo'ladimi, nimadir bo'ladimi, kichkina bo'lishimga qaramasdan hamma meni oldimga kelardi. Nimadir ichidagisini to'kib, aytib, shu bilan birga ish qilib sekin-sekin, lekin uydagilar qarshi borishgan boshida. Bilishmaganim shu psixologiyaga topshirayotganimni. Sabab Buxoroda o'sha texnikum bor, o'sha yerda o'qiysan deyishgan. O'sha paytlarda 1-avgust bo'lardi. Ekzamen. Shu 1-avgustdan oldin xullas Toshkentga ozgina dam olib kelay deb kelganman o'zi. Shu bilan keyin qarasam qolib ketdim men bu yerda deb.
Da MGUda o'zi vaqtli bo'ladi ekzamen. Iyungacha topshirib olish kerak. O'sha paytda o'zida chiqadi. То есть o'tdingizmi, o'tmadingizmi. Keyin o'sha последний etapdan o'tgandan keyin bildik, что o'tdim наконец-то. Всё, keyin keldik Toshkentga o'qishga. Institutda o'qidingiz, shu yo'nalish bo'yicha boshladingiz, davom ettiryapsiz. Xo'p, hozirgi davrda moda deymizmi, trend deymizmi, shu psixologiya bilan nima deydi, bog'langan terminlar moda bo'lyapti-da. Shu yo'nalishda coachlar, какие-то chizish bilan bog'liq neyrografiya там trend bo'lyapti. Siz официально дипломированный специалисtsiz. Endi hozir bizaga shu suitsid bilan bog'liq bo'lgan mavzuni sekin ochib bersangiz, protsessga sekin tushib olamiz. Okay. Хорошо. Rahmat. Suitsid haqida boshlashdan oldin ozgina o'sha Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkilotidan faktlar ozgina aytib o'tmoqchi edim, sal kirish bo'lishi uchun. O'sha faktlarga qaraganda suitsid bu 15-19 yoshlilar aynan orasida ko'p uchraydigan holat hisoblanadi. 3-o'rinda turar ekan. То есть birinchi, ikkinchi o'rin misol uchun boshqa narsalar bo'lishi mumkin, lekin aynan mana shu yoshdagilar 3-o'rinda turadi-da. Suitsid bu odam o'zini o'zi o'ldirish, o'z joniga qasd qilish. O'z joniga qasd qilish holati. Shu davom ettiravering. Endi bilib bo'ladi, boshlaman, aniq qilib ketdik o'zimiz faktlarni gapirib. To'g'rimi? Yo'q, ertaga yana kommentariy bo'ladi-da. Kommentariy stopudov bo'ladi bu temada. Ishon. Okey, odamlar demak o'lim holatiga bog'liq 3-o'rinda suitsid turadi. Shunaqa bo'lyapti. Aynan 16-19 yoshlilar orasida. Hozir misol uchun 800 ming nafar inson har yili shu suitsid oqibatida 800 ming butun dunyo bo'yicha. Получается aytilganki har 40 daqiqa. Hozir bitta podkastimizda biz kuldilaymiz. Uzr. Men ozgina bunda atmosferani o'zgartirmoqchiman-da, chunki men ham kirishib ketyapman. Yo'q, rostana. Deb hozir ro'molchani olib, bunda yig'lab o'tirib. 79% suitsid holatlari nima deb o'ylaysizlar? Qanday davlatlarda ko'proq kuzatiladi? Menimcha rivojlangan davlatlarda. Sizcha? Men qo'shilaman. Aslida esa nabarot bo'lsa kerak. Nabarot, ya'ni daromadi past va o'rta hol bo'lgan davlatlarda ko'proq uchrar ekan. 79%. Farqi yo'q qaysi davlatlar, daromadi past va ijtimoiy darajasi past. To'laligicha rivojlanmagan davlatlar. Rivojlanayotgan endi ochlikdan qaysi bir inson ochlikdan o'lish o'zini o'ldirish hisoblanmaydi-ku. Endi baribir u ko'pincha oilani ijtimoiy qanaqadir darajasiga bog'liq bo'lgan deb o'ylayman, menimcha, to'g'rimi? O'sha davlat emas, oilaga ozgina tushsak agar, misol uchun boy oila yoki kambag'al deb baribir taqsimlaymiz-ku. O'sha ko'pincha o'ylaymizki, misol uchun boy oilalarda ko'proq uchraydi deb o'ylaymiz. O'shani aytmoqchimanki, bu sal xato fikr. Получается, именно daromadi past bo'lsa agar, muammolari естественно ko'p bo'ladi va o'shandan kelib chiqishi ham mumkin. Anaqasi ko'proq-da, moyilligi. Endi sizlarga tayyorlagan savollarim bor. Bizaga savol. Точнее, savol emas, o'yin tarzida. Misol uchun qandaydir bir gapni o'qiyman yoki aytaman. Siz davom ettirasiz. Siz yolg'on yoki rostligini aytasiz. Aynan shu joyda bizning suitsidga moyilligimiz bormi, yo'qmi, hozir aniqlashtiramiz.
Mahfuza Shomurodova, boshlang. Suitsid haqida, o'z joniga qasd qilish haqida gapiradigan insonlar ko'pincha buni amalga oshirmaydilar. Rost yoki yolg'on? Gapiradigan odamlar Amalga oshirmaydi aslida. yo'q, amalga oshirmaydi. Chunki shunaqa bir fakt ham emas, endi shunaqa bir hikoya gapirib berishgan. Men Rossiyada o'qib yurgan paytimda Klim degan teatralniy rejissyor bor. U odam shu yoshlik davrida juda ham suitsidga moyilligi kuchli bo'lgan insonlardan biri bo'lganda. Shu hayotda bilmayman nimaga studentlik davridan hayotini tugatishga harakat qilgan har doim. Sababini o'zi tushunmagan. Har doim deydi, men depressiyada yurganman, nima qilishimni bilmaganman. Harakat u nima? Prям harakatmi? O'zini o'ldirishganmi? Ha, harakat qilgan. Tepadan sakragan tam. Yo'q, tepadan sakramagan. Shunaqa bir priziv bo'lganki, arqonni olib, o'sha paytlar endi общежитиеda yashashgan odamlar, точнее studentlar shu общежитиеning tualetiga kirib, o'zini osmoqchi bo'lgan. Hamma narsani tayyorlagan. Endi osaman degan paytida endi Rossiya qiz bola bilan o'g'il bola kirib shu xalaqit berishgan ish qilib. Xalaqit berishganida u quloq solib o'tirganda, keyin o'sha chiqib ketishganidan keyin просто Fikridan chiqib ketgan, ha. Fikridan qaytganmi, qaytmaganmi Xudo biladi. Endi men deydi o'sha yerda o'tirdim, kutdim u insonlar chiqib ketishini. Chiqib ketganidan keyin men как бы chiqib ketdim spokойно. Lekin shu suitsid haqidagi fikri qolib ketgan miyasida o'sha insonni. Har doim qilaman deb yurgan, o'ylagan, gapirgan, ko'p gapirgan bu haqida, lekin qilmagan. Hozir menimcha 60 dan oshgan u inson. Rossiyada xizmat ko'rsatgan rejissyorlardan, teatralniy rejissyorlardan biri, lekin hali hamon как бы hayotini tugatmagan. Yashab kelmoqda. Ijod qilyapti, san'atda o'zini o'rniga ega bo'lgan inson. Nima demoqchiman? Odam bu haqida gapiradi, lekin qanaqadir ichki shu smelost yetmaydi-da bu narsaga qilishga. O'shaning uchun gapiradi. O'sha uchun gapiradi. Ko'p gapirgan inson baribir amal qilmaydi gapirgan gapiga. Bu meni endi shaxsiy fikrim. Shunaqa deb o'ylayman. Men hozir o'ylab qoldim, lekin bu bo'lishi mumkin menimcha. Balki o'zini moralni tayinlayotgandir. Balki o'sha odam endi eshittursa ko'nikadi, balki shu narsa bordir. Hazil deb qabul qilamiz, boshqa bo'ladi-yu, balki u tayyorlanayotgandir yoki sinab ko'rayotgandir. O'sha miyasidagi endi bizik deymiz-ku, o'sha narsani balki sinab ko'rayotgandir. Bu signal-da baribir, chunki u narsani oddiy qabul qilayotgan odamdan balki xavotir olish kerakdir. Balki umuman o'ylamaydigan odamdan ko'ra foiz balki bu odamda mumkin. Endi suitsid qilaman degan odam jar solib gapirib o'tirmaydi-da. Suitsidni qiladi, bo'ldi. Endi suitsidni qanaqa men tushunaman, u momentalniy narsa-da u. Odam menimcha yillab keladi deb o'ylamayman bu narsaga. Qanaqadir situatsiya bo'ladiki, 2 minut, 5 minut hamma narsani hal qilishi mumkin deb o'ylayman men. Siz aytayotgan narsa suitsidni predikat holatida degan narsa bor. Ya'ni, misol uchun hozir nimadir bo'ldi, ayni muddatda nimadir sodir bo'ldi, chida olmayapti. Og'riq slishkom kuchli, выход boshqa ko'rmayapti. Bitta выход mana shu suitsidda, misol uchun. Bu predikat holatida. Bor, misol uchun yillar davomida rostdan ham tayyorlangan, ya'ni shu narsaga doim suitsid holati yoki fikrlari bo'lgan insonlarda, bolalarda doim yashash va o'lim orasida ikkilanish bo'ladi-da. Ular o'lishni istamaydi, lekin o'sha og'riq, ichki qandaydir tashvishlar, o'shalarning to'xtashini faqatgina istaydi. Faqatgina mana shu qachon
u og'riq to'xtaydi qachonki inson bo'lmaydi. Shuning uchun vixit mana shu deb o'ylaydi. Shunga bu aytgan gapim yolg'on na samom деле, chunki nimadir xavotirli belgilar bo'lsa ham o'shalarga e'tibor qaratish kerak. Kichkina bo'lsa ham mansiz yaxshi bo'ladi yoki men tug'ilmaganimda yaxshi bo'ladi degan kichkina qandaydir belgilar, so'zlar ham bu уже fikr borligi haqida bizga qandaydir signalda, krasный flag deydi-ku. Bunga e'tibor berish kerak. O'shani sразу ahamiyatga olib, o'zimizda nima deydi, hukm qilish anaqamizni o'chirib qo'yib, shunga yordam berishga yoki gaplashishga eng baziviyda muloqot faqatgina savol-javob, muloqot, nima bo'lyapti, nima bezovta qilyapti deb baribir so'rashimiz kerak. Ikkinchi savol. Hayajonlanib ketyapman. Agar misol uchun o'sha suitsid qilmoqchi inson bir qarorga kelgan bo'lsa, uni hech narsa to'xtata olmaydi. Yo'q, men bunga qo'shilmayman. Yolg'onda. Chunki hozirgi aytgan narsangiz, odamga eng kerakli narsa bu muloqot. Uni eshitishligi, uni balki tushunishligidir yoki tushungandek ko'rinishligidir. Bilmayman. Bitta so'z, har doim so'z. To есть kuchli ham, kuchsiz ham yordam beradi ham, sindiradi ham, qutqaradi ham. Bu oddiy gaplashish, so'zlashish, qaysidir поддержканы berish yoki elementarno fizически yonida bo'lish odamni. Mana shu narsa deb o'ylayman. Chunki o'sha momentni qo'yib yuborish kerak emaski, orada bo'lgan momentda odamni oldida bo'lish kerakmi? Oddiy, bu o'lchanadigan, hisoblanadigan narsa emas. Bu rostdan ham odamni nima deydi, naqa bor-ku, gap bor. Umurtqamizdan boshqa bizani ushlab turadigan narsa yo'q. Unaqa bo'lish kerak emas-da, chunki hammaning muammosi o'ziga yetadigan. Misol uchun, men uchun muammo tirnog'imni sindirganim bo'lsa, bu men uchun muammo, lekin kimdir buni oddiy qabul qilishi mumkin. Unaqa qilish kerak emas deb o'ylayman-da. Kimdadir shu muammomi, u odam shuni muammo deb aytibdi-mi, значит, u uni muammosi, bu uni haqiqati. Men uni осудить qilishim kerak emas, men uni o'lchashim kerak emas. Kulishadi-yu ustidan, "Мне бы твои проблемы" yoki yosh bola-da bu nima muammo bo'lishi mumkin. Bu gapni tasdiqlagan inson bor. Qaysi Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vanka "Мне бы твои проблемы" degan. Так что bu словарьga kiritilgan gap. Endi men o'shani aytmoqchiman, to что вот odamni har qachon, har qanaqa situatsiyada fikrini o'zgartirish, yordam berish, qutqarish bu mumkin. Uni fikrini o'zgartirib bo'lmaydi degan narsaga men qo'shilmayman. И statistika bo'yicha o'sha suitsidni amalga oshirishdan oldin 6 oy ichida bir marta bo'lsa ham insonlar murojaat qilishgan yordamga, muhtoj bo'lishgan va yordam istashgan, qidirishgan. Bu ham tadqiqot o'tkazilgan shuni ustidan va shu tadqiqotlar shuni ko'rsatganki, baribir yordam istashgan, faqat o'sha yordamni ola olishmagan. Suitsid haqidagi suhbatlar kimnidir shuni qilishga, bajarishga, o'z joniga qasd qilishga olib kelishi mumkin. O'zini fikriga ega bo'lgan odamga menimcha bu unchalik ham. O'smirlar bo'lsa-chi? Endi hozir o'smirlarga ham janaqa yo'q. Nima desam bo'ladi? Ularning ham o'zini fikri bor, o'zini fikriga ega, maqsadi bor. Kelajakda nima xohlashini biladigan yoshlar bor-da, o'smirlar bor. Endi 16, 15 dan 14 yoshda biz burnimizni oqizib yurganmiz-da, bunday olib qarasa. Kelajakda kim bo'lasan desa, kosmonavt bo'laman. Yo'q, kim bo'laman deb yurganmiz. Hozirgi yoshlarga konkretno savol bersang, kelajakda kim bo'lasan? Kimdir IT sohasiga anaqa qiziqaman, aytishnik bo'laman deydi, kimdir prezident bo'laman deydi. Oldin ham aytishardi, men ham aytardim bu gapni ko'p. Bilmayman, meni fikrim bo'yicha o'z fikriga ega bo'lgan, ichki qanaqadir stержени bor bo'lgan inson bunaqa gaplarga e'tibor bermaydi. Chunki
o'zimdan kelib chiqqan holda aytishim mumkin bu narsani. Man san'atkorman, san'at sohasida yuradigan insonman va depressiyaga ko'p tushadigan insonlar bu san'at sohasidagi insonlar bo'ladi. Oddiy bilmayman, qo'lini kesib oladimi, qon chiqadimi, ertasiga o'sha depressiyaga kirib ketgan. To'g'risida. Yoki anaqa nima deydi, o'qishda qanaqadir problema bo'ladimi, bo'ldi. Men depressiyadaman, meni tegmanglar, meni anaqa qilmanglar. Va san'atkorlar orasida suitsidga moyilligi ko'p bo'lgan insonlar bor. Men o'zim shaxsan guvohi bo'lganman bu narsani. Va endi bizni rol ijro etayotganimizda qanaqadir obrazmi, xarakter beriladimi, uni o't-ido o'rganishga harakat qilamiz, analiz qilamiz. Va shunaqa narsa borki, mana shu aynan aktyorlar hamda aktrisalarni qaltis bir momenti bor. Bu o'sha qobiqda qolib ketish. Ya'ni miya o'zini qanaqadir защитный reaksiyasini yoqmay qolsa, odam bo'ldi o'sha obrazda, xarakterda qolib ketadi-da, o'sha o'ynayotgan obrazini hayotida yashashi boshlaydi. Mana shu narsa ham bor. Va endi biz teatr insonlarimiz tam anaqa spektakldan keyin chiqib baribir o'tiramiz, gaplashamiz, hamma o'zini opitini gapiradi. Va o'zimdan kelib chiqqan holda aytishim mumkinki, men bunaqa hikoyalarni ko'p eshitganman. Hattoki o'zimni tanishlarim ham tam venasini kesib, yoki tam dorilar ichib hayotini tugatmoqchi bo'lgan, hattoki bo'lgan shunaqa o'zimni yaqin dugonam tabletka ichib bo'ldi, o'sha hayotini tugatgan. Uni hech kim откачка qila olmagan. Bu ya'ni kim o'smirlik davrida bo'lgan. Menga bu narsa ta'sir qilmagan. Hayotim davomida to'lqin даже suitsid haqida o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Da bo'ladi, anaqa nima deydi, ba'zida aqllilik qilgimiz keladi, tam hayot mazmuni nimada, смысл жизни, где что, deymiz, lekin baribir bilmayman, balkim meni hali psixikam joyida bo'lganligiga sabablimi, men hali bu haqida o'ylaganim yo'q. Shuning uchun meni fikrim bo'yicha o'zini fikriga ega bo'lgan inson bu ishga qo'l urmaydi. Balkim eshitadi, qanaqadir maslahat beradi, lekin o'ziga gubkaga o'xshab pitach qilmaydi bu narsani. Endi sizni fikringiz iltimos. Bu mavzuni menimcha naborot nima deydi, kundaligimizdan olib tashlasa u yo'qoladigan muammo emasda. Buni menimcha naborot gaplashib, tushuntirib, nimaligi, moyilligi yo'q, borligini, balki определенный reyting chiqib kelar. Kurs nima deydi, bir signallari chiqar odamda, bo'lar, uni psixologlar sразу определить qilib oladi demoqchiman-da. Uni o'zini fikriga ega emasligiga kelish uchun baribir bazasini o'rganish kerak, baza degan narsani yaratish kerak o'zi вообще. Umuman statistika haqida men o'ylayman, ochiqchasiga gapirib o'tish kerak, gapirish kerak. Elementarno, Xudoga shukrki, hozirgi kunda shu uydagi zo'ravonliklar, ayollarga bo'layotgan zo'ravonliklar haqida gap ochilyapti, statistikalar kelyapti, ayollarni o'zi gapirib chiqyapti. Bu juda ham nima deydi, ozgina bo'lsa ham yordam berishga, yordam qo'lini cho'zishga menimcha juda ham yaxshi bir ko'rsatkich deb o'ylayman. Biz maktab psixologlariga ham ba'zi bir paytlarda treninglar o'tamiz. Mana shu suitsid haqida o'tayotganda ko'pchiligi yo'q, mumkin emas deyishadi. Chunki agar suitsid so'zini даже terminni aytilsa, ularga hozir mumkin emas. Suitsid deyish mumkin emas. Noxush holat deyiladi. Noxush holat har xil bo'lishi mumkin-da. Oldinlari misol uchun bizani aktiv zalga olib kirib, majlislar qilib, mana shu simptomlar yoki reaksiyalar kuzatilayotgan bo'lsa, sizda yoki misol uchun yaqin dugonangizda bo'lsa agar, kelinglar, mana shu xonadaman deb o'qituvchilar, mana endi psixologlar o'sha payt bo'lmasdi. Kelinglar deb mana shunaqa majlislar o'tkazilardi-da.
O'shanda maktab psixologlari shunaqa deganda biz aytamizki, hozir biz misol uchun suitsid temasini sizlarga yoritib beryapmiz-da, o'tyapmiz. Sizlarda hozir shu fikr keldimi? Yo'q, kelmadi. Nimaga o'ylaysizlar, shu bolalarda shunday fikr keladi deb. Keyin aytishadiki, yo'q, bizga mumkin emas deyishadi-da ko'pchilik. Lekin O'zbekiston bo'yicha statistika yo'q, hech qayerda yo'q, chunki juda ham sensitivniy topik deyiladi. Juda ham yopiq ma'lumot, lekin ko'rsak bo'ladi. U yoq bu yoqdan eshitib-da, qo'shni, qarindosh, u yoq bu yoqdan eshitib bilsak bo'ladi, qanchalik hozir dolzarbligini-da. Suitsid aynan o'sha o'smirlar ichida. Ichida ko'proq. Mana hozir bizga bormi yana savollaringiz? Tak, yana oxirgisi bor. Gapiring. Keyin mana shu biz hozirgi fikrimizni bildiryapmiz. Menga endi spetsialistning fikri qiziq baribir o'zimizning fikrimiz bilan, chunki filtratsiya tushunib-tushunmay bir xil narsalarni o'zimiz uchun bilib olmoqchimiz. Suitsid bu jasoratmi yoki qo'rqoqlikmi? Qiziq savol, chunki bu to'g'risida fikrim o'zgargan meni. Oldin litseyda o'qiyotganimda 15-16 yosh, yo'q, 14-15 yoshli paytim ekan. O'sha paytda har xil psixologiya bo'yicha kitoblar o'qiganimda men u paytda buni jasorat deb o'ylardim. Lekin hozirga kelib men buni qo'rqoqlik deb hisoblayman. Sabab? Jasorat deganim sababi bu o'limdan qo'rqadi baribir odam. Ko'pchilik endi o'limni tan olmaslik emas, bu prosta qo'rquvda, chunki neopределенность bo'lishi mumkin yoki endi baribir odam o'zini yaxshi ko'radi, bilmasligidan, ba'zi yo'qligidan, lekin hozirga kelib qo'rquv deyishim, nima? Slabost deyishim sababi odam bu dunyoda tarbiyalanish kerak. Maqsad shu. Xo'p. Qiyinchiliklar beriladi, o'zimizning ustimizda ishlashimiz kerak. Перевоспитание deydi. O'zimiz tarbiyalashimiz kerak. Biz dunyoni o'zgartirishimiz kerak emas. Biz odamlarni to'g'irlashimiz yoki nima muammoti emas, hamma narsa o'zimizda. Biz o'zimizni to'g'irlashimiz kerak. To'g'irlamaslik bu qo'rqoqlik. Yaqinda oson yo'l. To'g'ri. Shu gapingga bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Kecha spetsialist bilan bizda teatrda anaqa встреча bo'ldi. Spetsialist aytsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mutaxassis nima? Yo'q, mutaxassis. Kimligi nima? Aytmay qo'ygan. Okay. Ertaga keyin quvlab yurishmasin. Yo'q, qaysi ishda ishlashini. Yo'q, kerak emas. Okay. Mayli. Quvlab yurishadi. Spetsialist bilan ish qilib uchrashuv bo'ldi va o'sha spetsialist ham bitta juda zo'r gapirdi-da. Har bitta ishda, har bitta nimada fikrda inson o'zidan boshlashi kerak. Har bitta hattoki shu psixologlarning metodichkasida ham начните с себя degan fraza обязательно bor. Bu prям nima deydi, prям tamg'a bo'lib qolgan bir fikr hamda shu предложение ekanda. Shuning uchun har bitta ishni qilayotganda baribir inson o'zidan boshlashi kerak ekan. Shunga bitta qo'shimcha, shu men qo'rqoqlik deb hisoblashimga sabab mana hayotda o'zi 2-3 ta qoida bo'ladi-da. Odam o'zini o'zi tarbiyalash kerak. Har kuni nimadir o'rganish kerak, kam-kam bo'lsa ham. Biz nimaga odam depressiyaga tushadi, nimaga kuchsiz holatga tushib qoladi, chunki juda ham katta anaqa olib boradi-da, tushunyapsizlarmi? Nima deydi? Sel juda katta. Fokus o'sha katta narsaga qaragan sari uni bittada erishish qiyin bunga. Agar uni sistema tuzib olib odam o'ziga kichkina narsaga bo'lib olib, o'sha mana bir kun bitta частini qildingiz, ikkinchi частini qildingiz, mozaika kartinani yig'a olasiz shunaqa qilib. Lekin o'sha sistema qurilmasa odamda u bilmaydi nima uchun yashayapti, nima qilyapti, kuni o'tishi boshqa, har xil mana shunaqa narsalarga balki berilar.
depressiyadan chiqa olmaydi deb o'ylaymanda. Bu odam yutmaganda, tushunasizlarmi? Men shuning uchun qo'rqoqlik deb mana hozirgi kunga kelib buni bemalol ayta olaman. Aslida olganda bu ozgina такой tricky savol edi. Bunisi ham emas, unisi ham emas. Chunki na jasorat, na qo'rqoqlik, chunki Siz moyilligingiz yo'q ekan. Hozir oxirida shunaqa tadadadan test chiqadi. boya aytganimdek, o'sha suitsidga fikri kelgan insonlar, ular shu yashash yoki o'lish orasida turadi-ku. Misol uchun bizda miyamizda hozir sog'lom desak, uni endi sog'lom desak ham qandaydir stigma bo'ladi. Sog'lom emas, o'sha suitsid fikri bo'lmagan insonni miyasi qanday ishlaydi? Ya'ni uni miyasida har xil fikrlar bor. Misol uchun eng oxirida o'lim turadi. Boshida misol uchun men borib musiqa eshitaman yoki прогулкаga chiqaman yoki ishlayman yoki bolalar bilan uxlayman. Religiya bo'lishi mumkin, тоже spasaydi. Yoki ancha narsa bor, keyinchalik oxirida esa o'lim-da. Suitsid imенно fikri bor bo'lgan insonning miyasi faqatgina bitta narsani, o'sha o'limni ko'radi-da. Boshqa narsalar уже qandaydir blurred, ну как бы o'chgan, xiralashgan bo'lib ko'rinadi. Psixologga borsa, misol uchun, yoki qandaydir yordam beradigan shaxsni oldiga borsa agar, psixiatr bo'ladimi, boshqa inson bo'ladimi, o'sha o'chayotgan narsalarni misol uchun sal jonlashtirib beradi-da, keyinchalik o'sha o'chaveradi, oxirgi etap. Bunaqa xayolida bunaqa narsa kelayotgan odamlarga biz maslahat beramiz. Spesialistlar maslahat beradilar. To'g'ri. Обязательно spesialistga uchrash shart. Chunki sizni hozir o'ylayotgan fikrlaringiz buni to'g'rilasa bo'ladi. Albatta. Da. Endi sizning savollaringiz bor edi menimcha. Mana hozir bizga gapirayotgan gaplaringiz bo'yicha именно spesialistni, то есть professional odamni fikrlarini bizga aytingda, umumiy qilib shu narsa bo'yicha. Mana misol uchun suitsid nimalardan boshlanishi varianti bo'lishi mumkin yoki qanaqadir signallari, da, o'sha belgisi, определенно siz определить qilasiz-ku, siz oldingizga kelyapti, bormi, yo'qmi? Yoki qaysi darajada bo'lishi mumkin? Unga yordam bera olamizmi, bera olmaymizmi? Shu narsalar bo'yicha keyin agar shu statistika o'sha nimadan kelib chiqishi mumkin u narsada, baribir bor-ku foizi. Bolalikdan boshlanganmi yoki kasallik, necha yoshdan boshlab bu narsani aniqlasa bo'ladi. O'zi misol uchun chet elda, Yevropada, Amerikada sistema bor. Misol uchun shu fikri bor insonni srazu olishadi-da, gospitalizatsiya qilishadi. Misol uchun ularda shunaqa uchrejdeniylar bor-da. Bizda afsuski bo'lsa ham meni xabarim yo'q, menimcha yo'q, unaqa uchrejdeniylar gospitalizatsiya qilinadigan. U yerda misol uchun 24 ga 7 prismotr bor. Mutaxassis bilan doimo muloqotda yordam oladi, boshqada. Bizda u narsa yo'q, lekin bizda sistema bor. Хотя бы, da, mahalla bor, maktab psixologi bor yoki boshqa частный psixologlar bor. Lekin aynan muhit birinchi bolani olsak, misol uchun bolada asosiy muhit bu oila muhiti. Otasi, onasida, misol uchun. Bola onasini oldiga yoki otasini oldiga kelib aytsa agar, menda shunaqa fikrlar bor, yashashni xohlamayapman desa, bu уже uning uchun jasoratda u narsani aytish. Hamma bolalar ham kelib aytmaydi. Bu ota-onani ham как бы ozgina paradoksalno bo'lmasa ham fikr, lekin ota-onani ham yutug'i, что bolasi kelib unga yuragini ochyapti-da. Lekin ko'pincha ota-onalar nima qiladi? Yo'q, unaqa o'ylash mumkin emas. Что hamma narsa yaxshi, hayoting yaxshi, Afrikada bolalarni qara, tam urush bo'lyapti mana bu yerda. Srazu boshqa topik, tam srazu fokus boshqa tarafga ketadi-da. Baryer tushdi. Da. Srazu baryer tushdi, ishonch ketdi. Ya'ni
yana bolani ko'rilmayapti, kimligini, nima xayol, nima fikr bor, unda nima kechyapti-da butun. Birinchi otiladigan gap noshkur banda. Ha, shunaqa. Sani deb men qancha qiynaldim. Shunaqa. Tug'ishda qiynaldim, seni katta qilishda qiynaldim. Sen menga shunaqa gaplarni gapirib o'tiribsan deb. Bo'ldi, bola o'ldi deb o'sha psixika kirib ketdi. Battar yashagim kelmayapti. Bolalikdan baribir bolalikdan shu nima deydi, bunaqa fikr, bunaqa ish qilgan odamlarda baribir shu bolalikdan bilinadi, to'g'rimi bu narsa? Tushkunlik kayfiyati, doim o'sha xavotirli belgilarga kelsak, izolyatsiya. Misol uchun avval qandaydir общительный edi bola, da o'rtoqlari bilan, sverniklari bilan yaxshi edi. И вдруг izolyatsiya. Вдруг yolg'izlanib qolishni xohladi, maktabga bora olmayapti yoki baholari pastga tushib ketdi. Bo'lishi mumkin, слишком ko'tarilib ketishi ham mumkin-da. Ba'zi bir holatlarda shu усердно o'zini chalg'itish uchun o'sha bor uporni o'sha maktabga berishi ham mumkin-da. Nima bo'lsa ham o'sha o'zgacha nimadir xatti-harakat bo'lsa, bolada kuzatilsa, demak bu bizga krasный flag, ya'ni qandaydir xavotirli belgi bo'lishi mumkin. Bu xavotirli belgilarga yana asosiysi kirishi mumkin, что o'zini yaxshi ko'rgan narsalarini, misol uchun tarqatishni boshlaydi. O'rtoqlariga, demak, bu ham bir как-то jest xayrlashyapman degan jest-da. Yo'q. Или bo'lishi mumkin kutilmagan bexavotirlik hissi ham kelishi mumkin. Ya'ni уже plan bor, misol uchun oldinlari qandaydir tashvishli yurgan bo'lsa, вдруг bexavotir такой спокойный, да, tinch, уже chunki men bilaman, dальше uyga borib, men soat nechida, qanday qilib, то есть hammasi bor-da, reja bor, hammasi bor-da. Shuning uchun bexavotir, уже все расслаблено-da. Bu ham bir xavotirli belgiga kiradi. Ну, asosiysi, конечно же, o'sha gapirgandan keyin o'sha qandaydir xavotirli belgi sezdingizmi yoki сразу so'rash kerak, напрямую. Senda qanday hozir fikrlar ketyapti? O'zini kutib o'tirish shart emas. Nima qiynayapti? Nima ketyapti? Nima qiynayapti? Nima qiynayapti sen? Gapir. Qayt, bu yo'lingdan qayt. Okay. Qo'y. Yo'q, endi qiziq mavzu baribir. Nima deydi? Bolalikdan boshlanyapti u narsa. Men lekin narsalarimni tarqatganman. Bu haligacha tarqatadi narsa. Hali ham tarqataman. Lekin suitsid qilish niyatim yo'q. Boshqa tarqatmayman kiyimlarimni, bermayman hech kimga bo'ldi. Men ham tarqataman. Bu prosta shunday narsaki, eng yaxshi ko'rgan, misol uchun bloknot bo'ladimi, eng yaxshi ko'rgan narsa. Men musorga tashlab yuborganman. Normal. Sanda yomonroq. Mayli, paketlar yig'ib o'tirmaydi-yu. Одноразовый idishlar bilan birga. Это уже старость. Menda bitta fikr bor. Ko'rishganimizda ham buni sizga aytdim. Nima deydi, men endi farzandim yo'q, bolani nima deydi, bir katta qilib qo'yib, aql o'rgatish maqsadida emas, как o'zim bola sifatida men aytishim mumkin. Har bitta odamda shu nima deydi, o'zini определенный yoshiga yetgungacha mana rivojlandi deylik. Shu 14, 15, 16 kattalashyapti. Tam 20 yoshdan 30 yoshgacha alohida davr. 30 dan keyin alohida davrda. O'sha paytda ham baribir odamning ichida o'zini bolachasi qoladi. O'shani nima deydi, baribir pechenkasini berib turish kerak deyman-da, endi bo'ylayman shu narsani. Bolani baribir o'sha o'yinchog'i bo'ladimi? Qanaqadir xursandchilik anaqasi, o'shani baribir berib turish kerak, chunki hammamiz baribir qanaqadir travmali bo'lamiz-da. 100% bir idealniy psixikasi bilan katta bo'lgan men bilmayman. Menimcha bunaqa insonni o'zi bo'lmasa kerak bu dunyoda. Chunki ota-onalar ham, ular ham o'zi bola-da baribir. Ular ham o'zicha bola katta qiladi. Biz ham shunaqa bo'lsa kerak menimcha. Biz ham o'zimizni bolamizni qanaqadir travmasini berib qo'yishimiz mumkin. Mana shu travma qanchalik darajada muhim, uni tushunish balki. Endi men o'zim ham psixologiya yo'nalishida o'qiganman, bu sohaga qiziqqanim uchun men
o'zimni juda ham o'rganganman-da shu narsada. Qanaqa travmalarim bor, qayerdan kelib chiqqan. Вот suitsid temasini ham men o'rganganman. Menda bormi, yo'qmi u narsa. Chunki men nima deydi, o'qiganimda din sohasi, boshqa sohasi hammasini o'qib chiqqanimda suitsid emas, endi o'limni tan olish degan narsa menda 100% bor-da. Men uni nima darajasini qiziqqanman, chunki imенно balki bordir, men o'zimdan xavotir olishim kerakdir degan narsa bo'lgan. Mana shu narsalardan o'tib kelib, mana hozir o'zimni shu qanaqadir travmasi bor bolachadek tarbiyalayman-da, baribir. O'zimdagi bolachani o'yinchoqlar boshqa. Shirinlik yeb, misol uchun, kichkinaligimda aytardim, ko'p pul topsam, hammasiga shirinlik sotib olaman. Ichira bola. Ol, ye, mana pryanik olib keldim. Shuni anaqasi, nima deydi, darajasi qanchalik men balki juda ham katta baho berib yuborgandirman buni o'rganib yoki haligacha obsujdatsiya qilib, qiziqib, bunday уровень darajasini bunday ozgina o'lchab, temperaturasini o'lchab balki. Sen хотя бы изучать qilgan ekansan. Ko'pchilik bu ish qilmaydi. Qilaylik. Xuddi nima deydi? Qaysidir rolikda ko'rib qoldimmi? Hamma travmalarni biz как бы uydan, oiladan, ota-onadan deb o'ylaymiz. Как бы ota-ona ham o'zini hayotini bir marta yashab o'tadi. Shuni aytaman-da, ular ham осознанно qilmaydi. Осознанно, hech kim bilmaydi qanaqa to'g'ri tarbiya berishni. Afsuski bizda misol uchun o'sha prava olishga o'qitiladi-da. Lekin ota-ona bo'lishga hech kim o'qitmaydi-da. Afsus. To'g'ri. Shunaqa kurslar ochilsa yoki so'rab olishadi. Mutaxassislikka o'qiladi, lekin qanaqa qilib ota-ona bo'lishga ba'zi bir anaqalarda, viloyatlarda yoki misol uchun bilmadim, yani shaharda, katta shaharlarda ham bordir bu hodisa. 18 yoshga kirmay turib, sразу уже erga berishadi yoki uylantirishadi-da. Afsuski, bolani miyasi qachon to'laligicha rivojlangan deb bilamiz. Bu 20-25 yoshda-da. 18 da u hali ham bola, yana o'zida ham bolasi bor. U miyasi rivojlangandan keyin uylangisi yoki erga tegisi kelmaydi. Shuning uchun miyasi hali rivojlanmaganmi, darrov erga berib yuborish kerak deyishadi. Shuning uchun bu noto'g'ri narsa. Xayringga. Yo'q, endi to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman, lekin baribir siz aytgandek, nima deydi, mushqisi oqib yurgan bolani o'zini как бы bolasi bor, hali o'zini anaqa to'la to'kis eplab olmaganda yana bir kichkina odamchani hayotini qo'liga olib, ответственность topshirilgan, ответственность olib, uni tarbiyalab, uni katta qilish kerak. Bu bechora hali o'zi yosh bola bo'lib yuribdi-da. Unda olib qarasa. Men siz gapingizga qo'shilaman. Olib o'tiringlar. Olinglar. Ishga qo'yilgan. Shu mana shu bolalikdagi travmalarni o'rni to'g'risida, mana shu suitsid bilan bog'liq tomoni balki yoki qanaqadir faktlar bordir qiziq shu bo'yicha. O'zi boshlasak, misol uchun psixologik travma, определениясida, definition qanaqa. Biz hamma narsani hozir psixologik travma deymiz, такой модный bo'ldi. Slang bo'lib qoldi. Coach, trigger, travma. Trigger da. Sizda juda ham ko'p travmangiz bor ekan. Qanaqa qilib yashab kelyapsiz? Qanaqa qilib siz shu yoshga yetib keldingki, shuncha travmangiz bor ekan, siz yana qaysidir sohaning mutaxassisisiz. Siz coachsiz, siz odamlarni yana shu travmalaringiz bilan siz odamlarni yo'naltiryapsiz, yana endi rasm chizing. Travma o'zi misol uchun distress degan narsa bor. Chuqur azob chekishda buni misol uchun umbrella qilib olsak, zontikda misol uchun uni tagiga stress kiradi, tashvish kiradi, qandaydir o'y, fikr, xayollar kiradi. Psixologik travma ham o'shaning tagiga kiradi. Psixologik travmani stressdan yoki boshqa narsadan ajratadigan narsa bu bevosita insonning joniga xatar bo'lishi. Ya'ni qandaydir o'zini joniga
xavf sezsa agar, bu psixologik travma deyiladi. Bu birinchi отличительный narsasi. Ya'ni oddiy stressdan psixologik travma, misol uchun avtohalokat bo'lishi mumkin, urush bo'lishi mumkin, qo'zg'olon bo'lishi mumkin yoki oxirida child neglect degan narsa bor. Bolaning qarovsiz qolishi. Misol uchun bunga o'sha bazaviy ehtiyojlari qondirilmaganligi. Bu ham psixologik travmaga kiradi. Oddiy mana bu narsalar, misol uchun chupa-chips olib bermadi ota-onasi, допустим, или aytgan joyga olib bormadi. Bu narsalar okey, stress, lekin psixologik travma emas. Darajasi bo'yicha. Sanda ham travma bo'lgan ekan. Shirinlik ye shuning uchun. Yo'q, bu buni anaqa demayaptilar-ku, naborot. Travma Bu demayaptilar. travma emas. Bu Просто stress. Bu Yo'q, menga lekin rosa ko'p shokolad olib berishardi. Yo'q. Men sneakersga to'ymasdim lekin. Pul berishmasdi sneakersga. Bu naborot yaxshi sizni защита qilishgan. Hozir endi sneakers yeyolmayman oxirigacha. Dard. Aha, kechiring, gapingizni bo'ldik. Aha. Ne, bo'ldi. Bo'ldi, tugadimi? Shu psixologik travma deyiladi. То есть bazaviy ehtiyojlari qondirilmasa bolani. Uyqu yoki ovqat yeyish yoki misol uchun o'sha mehr ham bazaviy ehtiyojga kiradi-da. Onasidan yoki asosiy bitta qarovchisi bo'lishi kerak. Bu ham fiziologik, ham psixologik rivojlanishi uchun bolani bazaviy ehtiyojdir. Bu ham bitta inson, minimum bitta inson uni atrofida bo'lishi kerak, o'shanga bog'langan bo'lishi kerak. Bu Bolbini teoriyasi, mana emas. Osmondan nit bo'lardi, o'sha bog'langan bo'lishi kerak. Pupayvina. Хотя бы 3 yoshgacha. 3 yoshdan keyin уже все, уже sal samoстоятельность boshlanadi. Misol uchun уже sверстникlarni, boshqalarni ko'rishdi, bilishdi, tilda rivojlanadi, boshqa bo'ladi, bitta inson bo'lishi kerak, lekin fokus boshqalarga ham уже ketadi-da. Ya'ni hadeb mani bolam deb ushlab o'tirmasdan samoстоятельный bo'lishga. Bu даже toksik, ya'ni zaharli ota-onalarda anaqasi ham bo'lishi mumkin, agar qo'yib yubormasa. Bu ham yomon. Vaqtida samoстоятельный bo'lmasa, bu ham yomon. Uzr, загрузить qilib tashladimi? Yo'q, menga qiziq. U anaqa nima deydi, har bitta savolga javob topilganda baribir nima desam bo'ladi, ketidan yana savol tug'ilib keladi-da. Нескончаемый, hech tugallanmaydi, бесконечностьga o'xshagan narsa-da bu ham. Qanaqa tarbiyalash понятное дело, ota-onaga bog'liq, lekin to'g'ri, noto'g'riligini hech kim anaqa aytolmaydi, anglab ham ololmaydi-da. Излишний bolani anaqa e'tibor qilsangiz, unga anaqa nima deydi, qanaqa yashashini o'rgatib, unga 3 mahal ovqatini bersangiz, u ham travmali bola bo'lib katta bo'ladi-da. Uni 3 yoshidan siz aytayotgandek samoстоятельно qilib, mana bor ko'chaga aylan. Mehr yetishmovchiligi. Mehr yetishmovchiligi. Iltimos. Shuning uchun zolotaya seredina bormi? Shuning uchun boya aytdim-da, mana har bitta odamning baribir o'zini zadachasi bor deb o'ylayman. Chunki travmangiz bo'lmasa, sizda hamma narsa yaxshi bo'lsa, u maqsad bo'lmaydi. Yaqinda shu premyer случай bo'ldi. 16 yoshar qiz onasini anaqa mehrida, qo'rshuvida, prям katta bo'lgan, xohlagan nima deydi, narsasini olib berishgan, o'qishga bormayman degan, okey, o'qishga bormagin deb onlayn o'qishlarga borgan joyida ham ana 18 ga kirganidan keyin onam bilan yashamoqchi emasman, ha deb onam o'zinikini tiqishtiradi deb mana shunaqa da'vo qilgan ekanda. Как бы kichkinaligidan onasi anaqa Nargizaxon nima xohlaysiz? Ha, men xohlayman. Bo'ldi bolam, mana shu ishni qilib beraman. Anaqa maktabga bormoqchi emasman. Bo'ldi bolam, maktabga bormaysan, mana onlayn anaqa o'qiysan. O'qiging kelsa o'qiysan, o'qimasang o'qimaysan deb yurgan anaqa ona qanaqa qilib bolasiga yashashni o'rgatishi mumkin? Как бы полный svoboda berib qo'ygan.
anaqa nima deydi, tanlovi ham shu qizni o'ziga berib qo'yganda 18 ga kirganlaridan keyin bo'ldi, men onam bilan yashamoqchi emasman. Onam menga как бы qanaqa yashashimni har doim diktovat qilib kelgan deb mana shunaqa da'vo qilgan. O'sha siz aytgan narsada zолотая серединка hamma narsada bo'lishi kerak deb so'radim. Не Baribir поймёшь-da, bu yoqda ham. kontrol, baribir ответственность, baribir o'sha все дозволенность bo'lsa ham, misol uchun bu ham zararda. Bu ham zarar, to'g'ri. Qancha xohlasang o'shancha shirinlik yuvur desangiz ham, baribir sog'lig'iga ответственностьingiz bor-ku, baribir защита qilishingiz kerak. Hozir birinchi qismi bo'yicha определённо bitta faktlarni eshitdik. То есть suitsidga moyilligi bo'lgan odam spetsialistga murojaat qilish shart. Bu narsani har bitta bo'lishi mumkin signallariga e'tibor berish kerak. Uzr gapingni bo'ldim. Nafaqat suitsidga, umuman shu qanaqadir psixologik travmaga duchor bo'lgan bolani darrov shu mutaxassisga menimcha murojaat qilish, ota-ona murojaat qilishi bu juda ham shart deb o'ylayman. Umuman olganda, misol uchun har bitta odam u ota-ona bo'ladimi yoki ota-ona bo'lmaydimi? Baribir odam o'zini o'rganish kerak. O'zi uchun to'g'ri bo'lardi yoki uni eksperimentlar deydimi, o'qib, o'rganib, spetsialistlar bilan gaplashib, o'zini vaqtida bu narsaga ahamiyat berish mumkin ekan. То есть nima deydi, hal qilsa bo'ladigan muammolar hammasi. Xudoga shukr, biz unaqa yomon joyda yashamaymiz. Og'ir sharoit yoki nima deydi, bir qiyinchiliklarda qolib ketgan odamlar kam bo'lsa ham yordamga odam topiladi baribir. Chunki mentalitetimiz shunaqa, yordam beramiz baribir. Harakat qilamiz, unaqa odamlar topiladi deb o'ylayman. Bu muammolarga yechim beradigan spetsialistlar ham yetarli bo'lsa kerak. Endi hozirgi boshida aytganim bo'yicha, endi meni fikrim, rivojlangan davlatlarda ko'proq uchraydi deganim sababi hozirgi davrda bizada yoshlar orasida shu sotsialniy зависимость deydimi, sotsialniy sessiyalardan зависимость juda ham kuchli deb o'ylayman. Ijtimoiy tarmoqlarda. Bizaga nisbatan bizdan keyingi pokoleniya juda ham kuchli зависимость bor. Bizani pokoleniya может быть ish tufayli bo'lishi mumkin. Bog'liqlik tarafimiz juda ham ko'pda. Kim bilandir gaplashamiz, boshqa qilamiz, shu ishimiz bilan bog'liq. Men misol uchun o'zim o'yin o'ynamayman. Kichkinaligimda ham o'ynamasdim, lekin hozir o'yin o'ynamaydigan bolalarni men ko'rmayman. O'yin o'ynashi, YouTube'da nimadir ko'rishi, tushunarsiz, tushunarli qanaqadir multiklar bo'lishi mumkin. O'tda multiklarda gapirilayotgan gaplarni katta odam eshitib ko'rish kerak oldin, bolaga ko'rsatish uchun. To'g'ri. Mana shu narsa to'g'risida fikringiz? Keyin yana bitta qo'shimcha savol qilib o'tmoqchiman. Aynan suitsid qilayotgan yoshlarni anaqasi, pol, ya'ni jinsi kimlar ko'proq? Statistika bo'yicha ayollarmi, shu как бы qiz bolalarmi yoki erkak kishi hamda o'g'il bolalarmi? Hozir birinchi sizni savolingizga, keyin sizni savolingizga. Statistik ma'lumotlar bo'yicha erkaklar ko'proq suitsid совершать qilishadi. Uzr, o'zbekchasini esimdan chiqib qoldi. Ayollar lekin ko'proq harakat qilishadi. Harakatlari ko'proq bo'lishi mumkin, lekin erkaklar oxirigacha bajarishadi. Statistika bo'yicha erkaklarda ko'proq. Erkaklarimizni asraylik iltimos, ayollar. Orqamda O'zbekiston bayrog'i bilan gimn qo'yamiz. Просто. Yo, hozir bu qanaqa qilib bunchalik teatrda именно shu yo'nalishda spektakl qo'yayotganingni aytib ketmasang, odamlar tushunmaydi nima qilib o'tirganingni. Men просто bu mavzuda 10 kundan beri qovurilyapman. Nafaqat suitsid mavzusi, bu hattoki uydagi zo'ravonliklar, anaqa nima deydi, incest. Bu qanaqa tushuntirishni bilmayman. Если что, Google'ga kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Aynan shu zo'ravonliklar hamda mana shu suitsid mavzusida biza не молчи degan organizatsiyamiz bor. Bugungi kunda juda ham rivojlangan organizatsiya va shu zo'ravonlikka uchragan
qanaqadir psixologik travma olgan ayollar bo'ladimi, yosh bolalar bo'ladimi, balog'at yoshiga yetmagan insonlar bo'ladimi, anonim sifatida aynan mana shu organizatsiyaga o'zini dardini yozib qanaqadir yechim olishga aynan shu organizatsiyaga murojaat qilishligi mumkin bo'ladi va aynan bu organizatsiya Buxorodagi hamda Samarqanddagi shelter, ya'ni kim ko'chada qolib ketgan insonni qanaqadir juda ham kuchli zo'ravonlikka duchor bo'lgan ayollarni, yosh bolalarni o'z qaramog'iga oladigan shelterlarimiz bor bizani O'zbekistonda. O'sha yerga ham murojaat qilishligi mumkin. Va aynan mana shu mavzu bo'yicha bizani teatrimizga murojaat qilishgan aynan Nimolchi organizatsiyasi va biza shu mavzuga oid chitka, ya'ni bo'lajak spektaklni qanaqadir ssenografiyasini ko'rsatamiz. Shunga salkam 10 kundan beri biza mana shu temani analiz qilib kelyapmiz va meni miyam bu mavzudan charchadi, to'g'risi. Shuning uchun menda shunaqa reaksiya bo'lyapti. Anaqa nima deydi? Samozashita. Ha, miyam уже защитаga o'tyapti-da, mana shunaqa reaksiyalar menda bo'lyapti. Shuning uchun anaqa xavotir olmanglar, hammasi yaxshi. Bo'ldi, tamom, men tugatdim, men ketdim. Psixologik travma haqida gapirdingiz. Tushuncha berish haqida? Yo'q. Sotsializatsiya. Mana shuni bog'lab o'tib ketsak ham bo'ladi, chunki bu зависимость odamda bekordan bekorga paydo bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? O'sha psixologlar haqida ham gapirdingiz boshida, shu psixologga borish kerak. Shu haqida ham ozgina o'zimning fikrimni aytib o'tsam, chunki ko'p ko'raman blogerlar yoki mashhur insonlar, misol uchun hozir trend bo'lgandi-ku, sumочка, soat, yo look qanchaligi, и так далее-da, mana bularni reklama qilishadi, boshqa qilishadi. Menimcha, meni fikrim bo'yicha, undan yaxshiroq bo'lardi agar menda lичный terapevtim bor, meni psixologim bor degan narsani aytishsa-da, shuni promotionda qilishsa, chunki ular influencer deyiladi-ku, to'g'rimi? Ulardan keyin xalq o'rganadi. Chunki afsuski hali ham psixologlar stigma borda, tamg'a bor, psixolog qanaqa qilib boraman, men jin emasman-ku degan narsa hali ham borda. Yoki qimmat. Yoki qimmat bo'lishi ham mumkin. Ну, как бы qimmat psixolog. Endi narxi oshirib qo'yganinglardan keyin kim boradi sizlarning oldinglarga? Odam o'zini hayoti uchun. Hozir bitta narsani aytay. Ingliz tilida bitta narsa bor. There is no health without mental health deydi. То есть, ya'ni sog'liq, fiziologik sog'liq bo'lmasa agar psixologik sog'liq bo'lmaydi degan narsa. То есть, agar pul ajratilsa, okey-da, dori-darmonlarga deb turib, mana psixologga shuni ajratsam bo'ladi desa bo'lsa kerak. Не знаю, как бы, да. Всё равно har xil psixologlar bor. Tam, конечно, topiga borish shart emas. Ну, ладно, poliklinikadagi ham mayli, o'rtachada, как-то можно, да, выбрать. Poliklinikada psixolog bor deysizmi? Yo'qmi, bilmayman. Kechirib qo'yasiz. Maktabda psixolog yo'q, biz psixolog nimaligini bilmay katta bo'lganmiz bu dunyoda. Hozir maktabda bor. O'shanda muammo kamroq bo'lgandi mana. Bu psixologning kimligini ham bilmaganmiz, muammo borligini ham bilmaganmiz, mishqalarimizni osildirib yurganmiz. To'g'risi ham-da, hozir xudoyim. Kechiring. Ma ichay. Suv. Не факт. Да, социальные сети, boshqa mana bu зависимостьlarni, alkogolniy зависимость, narkomaniya, gambling, mana bu o'yin зависимостьda. Bular hammasi зависимостьga kiradi, lekin uni tagida ham, har bitta зависимостьni tagida ham baribir psixologik travma bor. Ya'ni qachon bu зависимостьga aylanadi? Boshida misol uchun
coping mexanizm deydi. Mana shu narsa menga hozir yordam beryapti. Shu narsani hozir qilsam, dopamin ajratiladi mozgda. Ozgina kayfiyatim ko'tariladi. Kayfiyatim yaxshi bo'ladi, ko'taradi, yordam beradi. Lekin уже yordam bermayapti, dozani oshirish kerak, и постепенно естественно зависимость bo'lib qoladi. Mana bu hamma to'rttani aytilgan narsa, зависимостьga olib keladigan narsa, ular hammasi baribir boshida coping sifatida boshlangan. Ya'ni yengib o'tish strategiyasi. Xullas tushunishim bo'yicha hozirgi sotsialniy set o'sha o'yinlardan зависимость bu alkogolniy зависимость bilan darajasi bir xil, to'g'rimi? Xavflilik darajasi. Hozirgi paytda balog'at yoshiga yetmagan o'smirlarni atrofida mana bu kvadrober anaqasi tushunchasi juda ham rivojlanib ketgan. U sotsialniy setchi зависимость emas-ku. U qayerdan tarqadi bu narsa? Sotsialniy setdan tarqadi-da. Bitta inson o'sha hayvonni maskasini nimanidir kiyib videorolik olgandan keyin как бы yosh bolalar mana shu ishni qiladigan bo'lishdi. Как бы AQShda bir anaqani gapirib berishdi, bir qizcha, получается, anaqa o'qishga borganida o'zini o'qiyotgan paytida odamdek tutar ekanda, lekin tanaffus paytida o'zini mushukdek tutar ekan. Bu nima o'zi? Bu nima? Qanaqa bu tushuncha, qanaqa odamning miyasida перестроение shunaqa bo'lishi kerakki, yosh bolani o'zini hayvondek tutishi. Anaqa nima deydi? Darsda o'tirganda ikki oyoqlab o'tirishdek, keyin tanaffusga chiqqanda to'g'ri oyoqlar yurib, anaqa mushuk ovqatlanadigan miskadan ovqat yeyish. Bu qanaqa tushuncha bo'lishi mumkin? Bu yana kechirasiz, hozir javob berishingizdan oldin ota-onalarni bunga yo'l qo'yib berishi bu to'g'rimi yo noto'g'rimi? Mana shuni ham. Bu o'zi yangi kirib kelgan oqim deyladimi endi narsa, kvadroberlar. Boshida misol uchun boshlashi mumkinki, ota-onalar поощрять qilishgan, naоборот, да, там bolam, ну, как бы mila, поддержка qilishgan, narsalarni olib berishgan. Misol uchun o'sha kiyimlarini ham spetsifический, uni ham kimdir olib berish kerak-ku, to'g'rimi? Ota-onasi olib bergan, естественно, даже qimmat turadi. Anaqa emas-da, arzon narsa emas demoqchiman. Demak, ota-ona birinchi navbatda поощрять qilgan. Keyinchalik bolaning psixikasi shunday narsaki, juda ham flexible-da. Va ular uchun misol uchun reallik bilan fantaziya orasida kichkinagina gran bor-da. Bu chegara kichkina juda ham. Misol uchun hozir real narsani srazi fantaziyaga almashtirib, o'sha fantaziyani ichiga kirib ketishi mumkin-da. Bu na samom деле real hayot bo'lishi mumkin. Ular shu narsani fantaziya deb o'ylashi mumkin-da. Fantaziyani ichida ular o'zini svobodno his qiladi-da. Kimligini, misol uchun, hech qanaqa baryer yo'q, hech qanaqa yo'q-da, chegara yo'q, hech narsa yo'q. Nima bo'lsa ham o'zligini qo'yib beradi, svobodno o'zini tutadi. Bu ularga yoqadi, misol uchun. Davom etadi shu tarzda-da. Bularga shu narsa o'zini misol uchun qandaydir maktab muhitida chegaralar ko'p, qonun qoidalar ko'p-da, быть послушным-da, o'tirish kerak, boshqa bu narsaga chidash juda ham qiyin bo'lishi mumkin, to'g'rimi, bola uchun. Bu yoqda esa fantaziyani ichida hech qanaqa qonun qoida yo'q. Kompyuterni o'yinlarga o'xshagan ekanda. Da, shunaqa. Xuddi ham shunaqa. Kompyuterni o'yinda shu agressiyasini как бы chiqaradi. Endi ota-onalarni qo'yib berish-chi bu narsaga nima desam bo'ladi? Bo'ladi-yu, o'ziga ovunchoq topdimi, mayli, o'ynab tursin, ertaga baribir zerikadi-da, anaqa tashavoradi. O'tirib, shu narsani tushuntirib, gapirib, xo'p, hozir men senga shu narsani olib beryapman, sen anaqa qaysidir vaqtcha o'ynab turasan, lekin bu как бы sen uchun yaxshi narsa emas. Ertaga o'zing qiynalib qolishing mumkin yoki tam общество seni anaqa bullying degan so'z juda ham aktual, ayniqsa o'smirlik davrida и o'smirlar tomonidan. Вот.
mana shu narsalarga uchraysan deb gaplashish balkim juda ham zarurdir. Anaqa o'ylamasdan birinchi bilmayman hayvonlarni maskasini olib berishdan oldin anaqa nima deydi urib savalab ximcha bilan uribmasda shunchaki oddiy o'tirib birga bir gaplashish iltimos shu davrga ham o'taylik bu dunyoda gaplashaylik biz mana o'tirib gaplashyapmiz bu mavzuda biz anaqa tugallanmas mavzu haqida gaplashsak bo'ladi это бесконечно anaqa nima deydi buni bir tegi yo'q shuning uchun vaqtimiz bizani chegaralangan mahfuza kelganingiz uchun rahmat siz bilan gaplashganimizda Shahlo aytgan bo'lsa kerak har bitta kelgan mehmon bizga sovg'a olib kelishi kerak yuragidan uzib sindirib shu sovg'asini olib kelish kerak travma qoladigan darajada ha shu anaqa bizani podkastimizdan travma bo'lib qolishi kerak vayda ikkita ekan ikkita da chunki asl nusxasi elektron variantida qaysi qaysida lekin bu juda выручать qilgan mani o'z paytida bu kitob Дело помнит все. Ana. super. Ichida mani o'zimni o'sha paytda birinchi marta o'qiganimda originalda o'qiganman buni ingliz tilida o'zimni notlarim bor lekin stikerlar bilan yopishtirganman Она даже этот выделила. да все страницы причем Серьезно? Ой, молодец. Voy, mana bu yerdan chiqib menimcha psixologga borasiz Травма затрагивает не только тех, кто сталкивается с ней напрямую, но и окружающих. Если что, Google Translate qilib yuborasizlar, mayli. Rahmat. bitta atlichasi faqat stikerlar tugab qolganda o'shaning uchun kimdadir har xil stikerlar bo'lib ketdi Mayli, hech qilsin. а так идентичный ikkalasi ham Все, вообще New York Times bestselleri ekan bu. Ya, o'zi bu kitob haqida men ko'p eshitganman. tugab qolganim da Okay. O'zi bu kitob haqida juda ham ko'p eshitganman. Shu o'qiyman deb yurgan joyimda. Это тоже знак. Rahmat kattakon. Bu juda ham nima desam bo'ladi, zo'r kitob. Hammaga tavsiya qilaman bu kitobni. Ayniqsa studentlik paytimda bizda plastika degan anaqa nima deydi, darsimiz bor va o'sha plastikadan ustozim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktyor Seydulla Moldaxonov miyamni qoqib aynan mana shu kitobni o'qigan deb aytganlar studentlik paytimda. Afsuski o'sha payt o'qiy olmaganman. Mana bugun o'qiyman endi. Bugun boshlayman shuni o'qishni. Rahmat sizga kattakon rahmat kelganingiz uchun, bugungi informatsiyalar uchun. Chunki bu nima desam bo'ladi? Siz aytganingizdek juda ham qaltis mavzu, hamma ham bu mavzuga gaplashgisi ham kelmaydi. Umuman suitsid so'zini ochiqchasiga gapirgisi ham kelmaydi va o'ylashadiki, bu qanaqadir tabu qo'yilgan so'z deb. Yo'q, aynan mana shu tabu qo'yilgan so'zlar haqida ko'proq gaplashish kerak. Nima desam bo'ladi, informatsiya hamda statistika almashish kerak. chunki uzr sizdan eshitmasam baribir o'sha ijtimoiy tarmoqlardan Googledan boshqa joydan baribir istochnik siz bo'lsangiz birinchi istochnikdan bilib olsa misol uchun o'ziga yaxshida noto'g'ri informatsiyani olmaydi sizdan bo'lsa chunki ijtimoiy tarmoqdan olingan informatsiya battar odamni depressiyaga tiqib qo'yishi mumkin va o'sha daqiqada o'sha ishni qilishiga sababchi ham bo'lishi mumkin. Nima desam bo'ladi, ayniqsa endi bilamiz ota-onalar metodichkasi yo'q. Bu bizani qanaqadir asrda men o'ylaymanki keyingi payt nima deydi, keyingi pokoleniyada xudo xohlasa balkim doktor nauk mutaxassislarimiz ko'payib mana shu ustida ishlayapman. Metodichka ustida ishlashadi va qanaqadir yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Aynan bola tarbiyasida qanaqadir o'rta zолотая середина topishi. Sizga kelajakdagi shu doktorskiy ishlaringizda omad, kattakon rahmat. Xudo xolisa yana boshqa mavzularda biz sizni kutib qolamiz. Rahmat kattakon. Kuzatuvchilarga umumiy fikringizni oxirida aytsangiz, keyin men aytaman.
voyda chidab bo'lmaydi. Umumiy fikrim o'sha baribir nima deydi, o'sha stigmani olib tashlash kerak menimcha. Qanchalik psixologga nisbatan stigma bo'lsa ham shu narsani yo'q qilish kerak va psixologga, mutaxassisga baribir borish kerak. Opa yordam berishi mumkin, xola, amma yordam berishi mumkin, lekin psixolog o'sha ichkaridan 5 yil joy o'qimagan-ku, to'g'rimi? Baribir. Yana bitta narsa, ko'p kommentlaringizda o'qiyman. Bitta tilda sof, ravon gapiringlar, iltimos deyishadi. Uzr so'rayman podpischiklaringizdan, chunki o'zbek tilida o'sha Toshkentga kelgandan keyin boshlaganman. Bu men uchun как иностранный язык-da. Chunki Buxoroda tojikcha, maktabda ham почти что tojikcha, universitetda ruscha, hozir ishda inglizcha, xullas hammasi aralash bo'lib ketdi. O'shanga zaranniy uzr so'rayman. Biz harakatdamiz, to'la to'kis ravon gapirishga. Men ham o'zimni fikrimni qo'shib o'tsam, men ham rusiy zabon anaqa oliygohlarda o'qiganman. Bog'cham hattoki rus tilida bo'lgan va o'zbek tilida mana shunaqa adabiy gaplashishimga men o'ylayman shu Buxoroda o'qigan maktabim sababli va Alisher Navoiyning g'azallari. Shuning uchun anaqa nima deydi, bir narsa yozishdan oldin maslahat berardim. Har doim aytib o'taman, 7 o'lchab bir kesish kerak va yaxshilab o'ylab ko'rib keyin yozish kerak. Rahmat kattakon. Men fikrimni bildirsam, mavzu bo'yicha odamlarga maslahat bergan bo'lardim, specialistga borishga. Har xil coach yoki kurslar, pulli kurslar uni muhim narsa deb qabul qilmaslikni, muammo borligini tan olishi va uni ustida ishlashi, odamlar bilan gaplashishi, o'rganishi, muammolarini bo'lishi, hamma narsani hal qilish mumkinligini o'zinglar uchun qabul qilishinglarni xohlardim. Kommentariylarga kelsak, главныйsi ruschada emas, o'zbekchada emas, to'g'ri berilgan fikrda deb o'ylayman. Hamma kommentatorlarning fikrini hurmat qilaman, lekin men borimcha shu. Boshqacha bo'la olmayman. Men kibrman deb deyman. Endi kimdir uchun agar kibr ko'rinayotgan bo'lsam, bu uni fikri, menga как-то issiq sovug'i yo'q. To'g'ri, bu mening shaxsiy fikrim edi. Sizga kattakon rahmat. Operatorlarimizga kattakon rahmat. Charchab ketishdi menimcha. Bo'ldi, tugatyapmiz. Keyingi ko'rsatuvlarda, keyingi podkastda ko'rishguncha. Xayr.